Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hurmatli oltinko'lliklar, anjalilar, hammaga assalomu alaykum. Bir kundan beri ishlarimiz ko'payib, Xudoga shukr, video qilishga yine vaqt bo'lmay qoldi. Xudo xolasa mana yana dastavkalarimiz olib ketyapmiz. O'qituvchilarga akamiz 2 kilo uyga zakaz qilgan. 1 kilo achchiq, 1 kilo shirin o'qituvchilarimiz, Qarmadagi aptekaga, xullas, mana shu Oltinko'l territoriyasi bo'yicha zakaz bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hech xijolat bo'lmasdan, inshaalloh vaqtida zo'r qilib yetkazib borishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz xizmatinglarimizdamiz. Xo'p, murojaat uchun telefonlar 472 1090. Yana bitta nomerimiz. Xo'p, 95 065 8188 nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Inshaalloh xizmatinglarda bo'lamiz. To'ylarga, marosimlarga, tug'ilgan kun, sovg'aga qanaqa desanglar, shunaqa chiroyli, go'zal qilib manzaralarga va chotki qilib borib beramiz. Inshaalloh biz sizlarning xizmatinglardamiz. Obuna bo'lib, podpiska bosib, like'larni bosib, kommentariyalarni yozib, har juma kuni Xudo xolasa shu qo'ldan kelgancha ehson qilamiz. Shu podpischilarning nomidan bo'ldik. Yozinglar kommentariyaga, birorta sharoit to'g'ri odam bo'lsa desak, yozmadinglar. Xo'p, bunaqa narsani yozmadinglar. Endi yaxshi kommentariya yozyapsizlar, hali negativlar yo'q, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lyapti-ku. Endi shu iloji bo'lsa shu odamni ham harakat qilib turib, shu yozsanglar, aytsanglar, mana shunaqa odam bor, mana shunaqa joyda deb adresini bersanglar, Xudo xolasa har juma kuni sizlarning nominglardan ehson qilib olib borib beramiz. Kimnidir hali uyiga bir ozgina bo'lsa ham xursandchilik yo o'zining kayfiyatiga ozgina kayfiyat qo'shishga o'z hissinglarni qo'shib kommentariyaga yozsanglar, inshaalloh olib borib beramiz. Bu juma ham berdim. Endi buni video qilib qo'ymadim Instagramga. Endi bu ham nima deydi, endi bundan buyog'iga sizlar yozsanglar, shu harakat qilib videoga o'zini rozichiligini so'rab, mayli xo'p desa, videoga olib beramiz. Endi agar rozi bo'lmasa ham, endi nima deydi, hali yuzini ko'rsatmasdan bo'lsa ham berayotganimiz, endi bir uy-puyni, boshqa hali sharoitini bir ozgina bo'lsa ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz, Xudo xolasa. Inshaalloh podeshkada bo'lsak,